Malibu 2 bu qanaqasi? Premiermi yo anosimi? Atmosfermi? Yaxshimisiz? 2.4 atmosferniy motor. Yili nechi buni? Propanlari bor ekan. Bitta joyda kraskasi bor ekan. Kraskalar qayerda bor? Oldi kriloda ekan, lekin 4 eshigida ham besklyuchovoy dostupi bor ekan. Yaxshi ekan. Orqada ham, oldida ham bor ekan. Hozir ko'rsataman salonni. Mana ket. Oldi tomonda sensorli dachiklar bor, parktroniklar hammasi bor oldida. Mana aka Malibu xohlaganlar 2018 propani bor. Mana aka hozir telefon raqamlari bitta skrinshot qilib olasiz mana aka. Bitta skrinshot qilib oling telefon raqamini. Saloni qiziq deyapsiz, ko'raylikchi. Shumka bo'lganmi? Eshiklar og'ir ochildi, ham bitta kiraylik. Hammaga nasib qilsin inshaalloh, qarang. Tak, salonlari bu yog'i kojinli. Nima qo'shimchalarsa qilinganmi? Registratori bor ekan. Tak, monitorlar o'ziniki shtatniy, adashmasam. Probegi qancha dedingiz? 170 ming yurgan ekan. Luki bor, ozgina panoramasi bor, orqalari mana keyingi. Bitta detalli bor ekan kraskasi. Tak, narxi qancha bo'lib qoldi buni? Qancha deyapsiz buni? Sizni Aha. 19300 qilib beraman dedi. Bo'ldi. Bunga qarang, qanchaga so'rashdi bugun? Nech pulga chiqdi bugun bozorda? Qancha savdosi qancha bo'lib qoldi? Qancha so'rayapti? Hozir so'ramadi. 19300 ga beraman dedi. Mana telefon raqamini yana bitta ko'rsatib qo'ying. Biz obunachilar kelsa, bizga bonus berasiz. Inshaalloh sotilib ketsa, qarang mana telefon raqam 19300 ga 2018 mana. Bitta detalli kraskasi bor ekan. Bo'ldi. Kanalimga obuna bo'lib qo'ying aka. Abror 75. Primo efirda ham kuzatib boraverasiz. Tak, davom etamiz, jigarlar, davom etamiz. Egalaridan mana egalarining o'zidan ko'rsatib yubordim. Ko'rlaringizmi? Trekker bo'lsa, bu trekker kimdan ekan? Sizdan emasmi? Mendan. Qo'yaveraymi YouTube'ga? Primo efir bo'lyapti. Yo'q. Narxi necha pul bo'ladi? Bitta aytib keting. 17.5 ming. Qanchalarga bo'lib bitib qoladi? Kelishamiz. 17.5 ekan bular. Mana. Bular shart emas dedi. Trekker bu YouTube'ga qo'yaylikmi yo'qmi bular? Primo efir. Trekker Premier ekan 2023 ekan. Tak, propan gazlari bor. 19 ming yurgani halol. Men telefon raqamim bor. Shunday skrinshot qilib keyin kelishaverasizlar. Kraskasi tozami? Orqa o'ng eshigida bor ekan, Premier ekan. Tak, mana. Shuni bitta ko'rsataman. Hech qancha yurmagan, top toza mana panorama illuki bor. 19 ming probeg yurgan. Hech qancha yurmagan, mas top toza bitta orqa eshigida bor ekan. Tak. Shumka ham bo'lganmi? Shumka bugun besklyuchovoy dostuplari bor. Tak, narxini buni qancha deyapsiz? Qancha so'rayapsiz buni? 17.5 ming so'ralyapti. Bugun savdosi ham bo'ldimi buni? 17 mingga so'rab, 17 mingga so'rabdi. Shunga qarab so'rab kelishib olaverasiz. Telefon raqamini aytingchi. Telefon raqamini aytingchi. Aytavering. 93lik 516 88 aka. Aloqaga chiqib bemalol olaverasizlar. Tak, dalish ketamiz. Hozir Captiva qatoriga o'tamiz. Endi Captiva ham sizdan emasmi? Captivalarni ham ko'rsatib o'raylik. Qarang. Bitta tak, Malibu 1mi deyman-da bu. 1 ekan. Hoji akalar, men Arlanda bor. Arlanda sizdan emasmi, og'a? Arlanda sizdan emasmi? Mana bitta Arlondan egasi, hozir so'raymiz agar. Assalomu alaykum. Sizdanmi Arlanda? YouTube'ga qo'ysak bo'ladimi? Primo efirga? Nech pul bo'lyapti? Narxini ayting-da. 2017 ekan, 85 ming yurgan. Qancha? 14.5 ming. Qancha bo'lib qoldi savdosi? Nech pulga so'rashdi? 14 mingga so'rashdi. 14.5 ming beraman dedi. Mana ekan. Qiziqsalaring aloqaga chiqaverasizlar. Equinox. YouTube'ga qo'ysak bo'ladimi aka? Equinox birov so'radi, sotilib ketdi. Captiva birov hozir. Bu qatordan ko'rsataman. Bu qatorlar ko'p xohlamayapti. Kia Seltos bor ekan. Hozir so'rab ko'ramiz. Bu sotilyaptimi, oldingizmi? Sotilyapti. YouTube'ga qo'ysak bilan Primo efirga sotilib ketadi nasib bo'lsa. Kia Seltos 2021 82.500 yurgan. Nimada yuribsiz? Metan benzinda? Benzinda. Bunga qarang, 92 qo'yapsizmi?
Bu ano motor turbinalikmi yo atmosfernikmi? Atmosferniy, значит. Qarang, tak. Kraskalari qanday? Toza. Bugun necha pulga savdo bo'lib qoldi? Bugun kecha savdo bo'ldimi? Narxini qancha degansiz? Qancha deyapsiz? 18 ga so'rayapti, qarang. 18 so'rasa shunga qarab bemalol so'ra oldi. Telefon nomeri ishlayaptimi? Ha, qo'yaman. Mana telefon nomerda. Tak. 18 ga so'ragan ekan, kraskalar top toza, Sels 2021 ekan mana. Mokriy rangda. Bemalol so'rab kelishib olaverasizlar. Tak. Sizdanmi? YouTube'ga qo'yaveraymi prямой efirga? Bosaverang. Malibu 1 2015. Probeglar qancha bo'lgan? 72 ming. 72 ming yurgan. Hech qancha ham yurmabdi. Kraskalari qanday? Toza? Top toza. Tak. Qanday yoqilg'i turi nimada yuribdi bu? Kraskalar toza ekan, mana paneli zo'rda Malibu 1dan. Tak, 72 ming yurganmi? Shuncha 72 ming yurgan, 2015 mana salafanda turibdi. Bitta chihol taqasizlar. Polik qo'yasiz, o'zing chihol yaxshi sostanada bularniki. Bularga shart emas, chunki kojinli bo'lsa kerak. Mana aka, orqalari ancha kengish. Malibu 1 havas qilib haydayman deganlar, mana yili sal yangiroq bo'lsin, kamroq yurganini izlasalar, mana oq jemchiq rangda rangi qarang. Hozir narxini bilamiz. Orqada sensor datchiklari ham bor ekan, 4 ta parktroniklari bor. Tak. Aka, buni narxini nech pul deyapsiz? Qancha deyapsiz narxini buni? 15 ming. 15 ming. Bugun aha, kelishtirib beriladi. Savdosi ham bo'ldimi? Qancha nech pulga ko'tarish chiqardi? 14.2 ga chiqaribdi, shunga qarab savdolashib olasiz. Telefon raqami ishlayaptimi shu? Mana aka, telefon raqamni aloqaga chiqib 14.2 ga savdo bo'lgan ekan. Malibu 1 2015 70 ming yurgan mana aka. Top toza ekan. Bosinglar mana. Tak, yana qaysi mashinalarni ko'rsatamiz? Captiva sizdan emasmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Zo'rmisiz? Charchamayapsiz? Captiva sizdanmi? Bu ham sizdanmi? Yo'qman. Qo'yaveraymi YouTube prямой efirga? Tak. Hyundai Sonata bu. Sonata necha yili necha buni? 22. 2022. Kraskalari qanday? 2022 8 ming yurgan, top toza. Nimada qanday yoqilg'i turi qanday? Benzinda yuribdi. 8 ming yurgan. Mana aka, Kia Sonata olmoqchi bo'lganlar, havas qilgancha bo'lganlar, приборный paneli bu yerda ekan, knopочный ekan. Tak, podstakanliklari bor. Benzinda 8,5 yurgan ekan. Panoram tom, ochiladigan lyuk ekan. Oq rangda, oq jemchiq rangda, toza. Adashmasam, bu yerda zapaskalari bo'lsa kerak, tagida. Hamma joyda endi yangi mashina, yili eski demasa, yangi. 4 ta parktroniklari bor. Tak, buni narxini qancha deyapsiz? Qanchaga bitadi xudo olsa? 29 ming so'ralyapti. Qanchaga bitadi xudo olsa? 28 qilib beraman, 28,5 qilib beraman deyapti. Tak, Captiva'ni ham bitta bilib olsak ma'lumotini. Qaymoq rangli Captiva. Yili necha? 13 mi? 2012. Necha Captiva bu? Captiva 2, 2012. Taksidinkalar yaxshi holatda, mana panellari, chizilgan, qirilgan joylarini ko'rmayapman. Lyuki bor, ikkinchi pozitsiyali. Probegi qancha yurgan bu? 50 ming. Rullarga yaxshi chiqib qilingan, 50 ming yurgan ekan. Kraskalari qanday? Toza buni. Ham top toza kraskasi. Nimada yurgan ekan bu? Ha, benzinda yurgan ha bu ham. Gaz qo'yilmagan ekan. Qaymoq rangda. Tak, buni narxini qancha deyapsiz? 2012 ekan. 13 so'radim, 12,5. 12,5. Bu savdosi ham bo'ldimi? Qanchaga so'rayapti? 11,900. 11,900 qilgan ekan. Shunga qarab savdolashib olasiz. Yili 2012 probegi qancha edi? 50. 50 ming yurgan. Probegi kamroq, mana izlab yurgan bo'lsalar. Bitta telefon raqamini aytingchi. 90lik 472 50 03. 90lik 472 50 03 ha. Mana aka. Ma'qul bo'lsa bosib yuborasizlar. Undan bundan bosaveringlar. Tak, Sportage adashmasam, Kia bu ham zo'r mashina. Orqa bagajini qarang. Egalari bo'lsa, hozir so'rab qo'yib yuboramiz. 1 soatdan oshdi efirimiz. Kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz, hoziroq kanalimga hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, tepada anodan tepada obuna knopkachasi bor. Obuna bo'lsangiz, xudo xolasa mana shunday zo'r mashinalardan prямой efirlarda o'tkazib yubormaysiz. Ko'rib turasiz. Ha? Naskimi? Bu Naskim. Bu egasi yo'q ekan-ku buni.
Odam yo'lon kasalchana. Hozir Premier Jetower sizdan emasmi? Hozir gaplashib olaylik. Jetower X70 ekan. 31 ming yurgan, X70 plus ekan, kraskalar top toza 2023, propan gazi bor ekan. Tak, narxini buni qancha deyapsiz, og'a? Narxini 22 ham X70 plus ekan bu 2023. Tak, ichki salonlar lekin juda ham yaxshi, zo'r, dahshat. Bu yoq kojinli, panellar ochiladi. USB portlari bor, ana yerda. Tak, qadimgi narsalar bor, hamma kerakli narsalar bor. Kraskasi toza, X70 plus, propan gazlari bor, toza panoramli tom bor. Mana aka. Tak, savdosi ham bo'ldimi buni? Necha pulga so'rashdi? So'rashyapti 21,5 qilishadi. 21,5 qilishayotgan ekan. Shunga qarab so'rab olaverasiz. Mana orqa tomonlari. Ancha kengish mashina, endi crossoverda bor, ancha kengish mashina. Telefon raqami qo'yaman, 22,5 deyilishi. Qanchaga bitib qoladi, xudo olsa bu? Narxi qancha? 22 ga bitadimi? Qanchaga bitadi? Narxi qanchaga bitib qoladi, xudo olsa? Qarosh, telefon qilib kelishtirib olasizlar o'zlaring narxlarini aytib, mana telefon raqam. Shunday telefon qilib olasizlar, kelishtirib. Mana qanaqa mashinalaringiz bor? Qo'yib yuboramiz. Cherry bor. Cherry 7 Promi, 8mi? Cherry 7 Pro. qarang, Cherry 7 Pro 2024 ekan, 11 ming yurgan. Full pozitsiya, benzinda, kraskasi top toza ekan. Buni ham bitta ko'raylikchi. Bunda besklyuchovoy yo'q ekan-da, besklyuchovoy yo'q mana. 7 Pro Evacor poliklar bor. Bu yoqda karmashkalari ham bor, avto hold, monitorlari bilan ixchamgina 11 minggina yurgan. Hech qancha ham yurmagan mashina, top toza. 7 Pro mana aka. Olmoqchi bo'lsalaring, sidinkalari ham yumshoq, mana o'tirsalaring mazza qilib o'tirasiz. Endi podlokotnik bor, orqada joy ham bor. Tak, buni qancha qilib berasiz, xudo olsa? 22,5 ming deyilyapti, kelishtirib beriladi. Aloqaga chiqasizlar, kelishtirib beradi. Ayting, telefon raqamingizni aytib boring. Bunga ham 99lik 205 aha 0106. bo'ldi, aloqaga chiqib anaqa qilaverasiz. Bank ham bo'laveradi. Aks gaplashamiz. Dashing bor. Jetower Dashing bir marta ham tushirgan. Yili nechi? 23 mi? 2023 Jetower Dashing. Bitta ichini ochib o'rasizmi? Qayerdan kirsin? 2023 kraskalari qanday? Kraskasi top toza, mana propan gazi bor ekan. Bitta ma'lumotini ko'rsatayim. 2023 16 ming yurgan ekan. Hech qancha ham yurmabdi, kraskalar top toza ekan. Tonirovka ruxsatnomalari yechadi. Oldi 30% bo'lgan ekan, tonirovka ruxsatlari bor dedi. Evacor tashlangan. O'zini chexolida kojinni elektropриводный, qarang, razdvижной elektropриводный, monitori BYD-larga o'xshab 10 dyumli. Xuddi BYD-nikida, lekin mana endi farqi bor. Mana obshivkalarda farqi bor. Kojinni USB. Bu telefon aloqagichmi? Bu anosi ekan. Prikuritel ekan. Avtomat korobka, xunjilakli ekan ichaklar. Tak, panoramni buniki ham lyuk, ham panorama, ham lyuk. Ichlari qop-qora, salon yaxshi lekin chiroyli. Olsa, buni narxini qancha deyapsiz buni? Buni narxini 23 deyamiz bu. Ham 23. Do'st kelishtirib berasiz buni ham. Orqa tomonda ko'rsam, orqada joyda ko'rasizlar hozir. Mana orqa tomoni ancha buyog'i chuqur, tepaga tegmaydi, bemalol o'tirib, orqada ham USB portlari bor. Mana propani bor, bemalol. Buni orqa bagajini bitta ko'raylik-da. Shunda qancha joy bor ekan. Orqa bagajini hozir bitta ko'raylik-chi, joyini ko'rsataman sizga. Elektronniy ochilishi. Tak, mana aka, shtorkalar bu yoqda, ancha joy bor bu yoqda. Mana aka, bozor ucharga narsa qo'yishga mana joylar yetarlicha kenish. Propan buni tagidami yo pastami? Tagiga qo'yilgan. Tabletkali qo'yilgan. Balonlari ham 20 lik bo'lsa kerak, adashmasam. Tak, 23 ming kam bor bu ham. Telefon raqamni o'shani qo'yib yuboraymi, mana yerda yozilgandi. 97 lik 031 ekan, 2999. Mana aloqaga chiqib bemalol bizni kanaldan chiqsa kelishtirib beravering. Xolos kanaldan chiqsa kelishtirib beramiz. kelishtirib beringlar. Abror 75 obuna bo'lib qo'ying. Bugun prямой efir ham ketyapti-da hozir kanalda. Prямой efirlar bo'lyapti.
Pul oling, pul, eng pulini. Bu Bunaqasi 90 mi? Ha, siz reklama qilib yurgandan beri ko'rgansiz, bo'lmasa keling. Yo'q, ko'rganmiz. Yo'q, super. Gapni oling, ko'rgan. 2023 qarang, demak o'zimda ham bor mashina elektromobil, qarang. Probeg 9000 yurgan, 1.6 motor ekan. Turbinami 1.6? Kraskasi top toza, lyuks 2 X90 plus bu to'g'rimi? Bir vaqtlar. 70 pul. Ha, 70 mi? Luxury'si. Luxury pozitsiyasi. Hammaga nasib qilsin inshaalloh. Turmush bu zoda qil, kustina monitorlar. Hozir menda bu Mana elektrik baqqada, ana shu uchun sizga ko'rmagan stadionman. Ana unisini ham shuni. shuning uchun siz ana oldiroqqa haydangda, hozir yoqamiz. Oldiroq qo'ying, ha. Buni anosi, sidinkasi xuddi Mercedes o'xshab bo'ldi. Endi Mers bu zoda qiling. Mana. start stop bosamiz. Tak X70 plusda Tormoz bosing. Bosing. bosib tursa o'tiladi. Mana yondi. Bo'ldi, mana aka. Tak, buni sensor nima edi? Monitor, klimat kontrollari bo'ladi. Bizda sidina yaxlatgich isitgichi ham bor. Bundan kelam unaqa full variant mana. Mana bunisidan ko'ringlar. Bu unaqa Bu yerda nima anav bilan? 560 kameralari bor. 560 qilingan ha. Yili nechi buni? 2023 ekan ha. Kartalari bor ha bu yerda o'zini. Monitor bilan qarang, tablo bilan monitor qo'shilib ketgan. Yomon mashina emas. Tak. Elektropриводni endi full pozitsiyasida. Ha, ichki tomon xolodilnikmi? Bu yoq xolodilnik yaxshi ekan. Yaxshi turibdi. Xolodilnik nima anovda ishlaydi? Biron nima qo'shish kerakmi o'zi? Kondisioner qo'shsa ishlaydi. Kondisioner qo'shsa ishlaydi. Yaxshi, podstakanlik bor. Беспроводный zaryadchik bor. Mana ikkita pultlari bor ekan. 23. Probeg qancha bo'lgan? 9000 yurgan. Parkovka bu yerda bor. Hammasida parkovka, avariyka bu yerda ekan. Spust, avtohold bor ekan. Kerakli narsalar. Salon bardoviy qilingan. Endi bitta orqani ko'rsataman. Alcantara bo'lgan, tomi. U sidinani kemaylar, qarang, rakchilisi. U taraf Mercedesdek. Sidinalar. Xuddi Mercedesdek qilingan ekan. Abduf, abagrev hammasidan bor. Parogi ham bor ekan, yaxshi ekan. Parogi ochganda chiqadimi yo ustida turibdimi? Turadi. Turar ekan. Orqasini ko'rsatib o'taman, qarang. Bitta Mercedes. Ha, 7 joylaygan, xuddi Captivaga o'xshab, orqasida ham USB portlar bor, hamma narsasi kerak narsa bor. Yaxshi. Nasib qilsin sizlarga ham inshaalloh. Mana berkalarigacha olaymi? Xitoydagi berkalari yaxshi ekan lekin. Chat. Hamma narsa kerakli narsasi bor. Itak, buni narxini qancha deyapsiz? 24,5 ming. Qancha ham qimmat? 24,5 ming. Qancha yurgandi probega? 9000. 9000 yurgan. Tak. Qancha bo'lsa beraverasiz, hozir 24 ga bitami? Berayotgan joy bor. Xuddi shuna oddiysi bor, 23,5 ming baho bo'lgan kelishtirgan. 6000 yurgan mana. Bo'ldi, bittasi telefon raqamingizni qo'yaman. Telefonni qo'yib yuboraman, hozir sizga aloqaga chiqadi. Unisidan ham manaki. Telefon raqam 97 385 66 25. Aloqa qilsam, buning oddiyrog'i ham bor ekan. Mana 23,5 ga. 6000. Oddiysi. 6000 yurgan. Bu ham 2023 ekan. 23. Kraska top toza. 6700 km yurgan. Oddiyrog'i. Tak. Buni ham mana ichini bitta ko'rsatay. Buning ichi ham yaxshi ekan. Monitori xuddi o'shanaqada bir xil, faqat bunda bir ikkita dop funksiyalari bo'lmaydi ekan. Buni xolodilnik emas ekan endi. Unda ochiladi ekan. Hoppa. Mana aka. Bosinglar. 23,5 telefon raqamini aytdim. Kanalga obuna bo'lib qo'ying aka, bo'ldi. Abro 75. Kibr yo'q ekan akada, yaxshi ekan mana aka. Bosinglar. Tak, qanaqa mashina? Jitour qator ekan bu. Jitourlar bor ekan, deydi faqat. Captiva yili nechi buning? Assalomu alaykum. 2017 4-pozitsiyadagi. Kraskalar top toza, 103 ming yurgan. Mana telefon raqam. Hozir narxini so'rang, ichini bitta ko'rsatang. Narxini ko'rsatamiz, narxini bilamiz mana. 2017 top toza, sidinasidan bilsangiz bilasiz, sidinalar yangi, mana pribor, panel hammasi yangi bo'lib turibdi mana. Orqalari ham, hidlari ham dash turibdi, hidlari bilan. Hidlari bilan eshigining yopilishi ham yaxshi ekan. Hidlari bilan turibdi-da. Yaxshi qilgan zo'r ekan lekin yangi deb xuddi salondan yangi mashina olasiz-ku, o'shanday bo'lib turibdi-da. Chetk. Benzinda adashmasam. Tak. Bu benzinda-ya mashina. Narxini qancha deyapsiz endi, xudo xolasa buni? Kelishtirib 17 ming. 17 ming so'ralyapti. Ozgina o'tib beramiz dedi. Telefon raqamingizni aytingchi. 98 98lik 300 300
43 77. 77. So'rashdi ham bozor, savdosi ham bo'ldimi? Nech pulgacha? 16 gacha chiqdi mana. Shunga qarab so'rab bemalol olaverasizlar. Arlanda ham bitta qo'yaylik, obunachilar so'rayapti. Arlanda yili 2015. Gazi bor ekan, 179 ming yurgan 3-pozitsiya. Narxini kelishamizmi? Hozir so'raymiz narxini. Ochiqmikin? Qora rangdagi Arlanda. Kraskalari qanday buni? Bormi? Ikkita eshigida bor, ichiga o'tmagan. Ikkita eshigida bor ekan, ichiga o'tmagan ekan, mana aka. Priboli paneli zo'r ekan, hammasi pod rukoy deydi-ku mana aka Arlanda. Qarang, qo'llaring ostida. Mana bunday avtomat korobka, xuddi Gentralakida ekan bu. Nima deydi? Avariyka, qulf, hamma narsalar tushunarli-da. Shunday mana aka. Cobaltning rullariga o'xshab ketadi. 2015 179 ming yurgan mana. Malibu birlarga o'xshaydi ekan mana bunda. Orqasi mana aka. Luki bor ekan, panoramasi yo'q. Mana shunday ko'rsataman. Kraska ikkita uchta detalli bor ekan. Ikkita eshigida detalish lekin o'rta qator yaxshi Laruslarga o'xshab ketar ekan. Materialli ekan. Stakan, podstakanligi bor. Tak. Ma'lumotni bitta ko'ray. Nima deyilgan? Gazi bor ekan. Gazlari bor ekan. Buni narxini qancha deyapsiz? Buni qancha deyapsiz? 11,5 ming dollarni o'tib beraman xolos. 11,5 ming deyilyapti, o'tib beraman dedi. Bo'l, telefon raqamingizni qo'yamiz hozir. Mana. Telefon raqamini shunday skrinshot qilib olasiz. Keyin aloqaga chiqavering bemalol. Bo'pti, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Abror 75. Mana aka, yonboshdan bitta ko'rsatayım. Tracker 2 2023. Kraskalar top-toza ekan. Propanda ekan, gazi bor. 38,800 yurgan ekan. Kraskalar toza. Bitta ko'rsataman ichini. Bu qaysi pozitsiyasi bu? Premiermi? Panoramasi bor ekan. Hamma narsasi bor, kerak narsalar ishlaydi. Tak, propanlar bor, samiglarni, chiqonlar, sostoyaniyasi yaxshi, ichki tomon. Endi yangi mashinada uncha ham eskirmagan. Propanlari bor. Tak, mana aka. Ichki tomoni ikkinchi qatorida bu. Qanchaga so'rayapsizmi? Narx 17,300 so'ralyapti. Savdosi bo'ldimi? Savdosi bo'ldimi buni? Savdosi bo'ladi. Ha, короче, kelishtirib beriladi. 17,300 narxi mana aka. Telefon raqam qo'yaman. Sizlarga kelishtirib olaverasizlar. 2023 kraskasi top-toza ekan. Bo'ldi. YouTube'ga obuna bo'lib qo'ying. YouTube kanaliga Abror 75 ga. Bo'ldi. Malibu savdo bo'lyapti. Adashmasam Malibu 2. Savdo bo'lyapti. Sotib ketdi. Qani bitta eshitaylikchi, qanchaga sotildi? Baraka bo'l. 23,500 ga baraka bo'pti. 2019. Sotib oldingizmi, sotdingizmi? 23,500 barakasini bersin. Olganga ham, sotganga ham barakasini bersin. 28 ming, 23,500 mana. Kraskalar top-toza. 2019 aka, 28 ming yurgan ekan. Qancha yurmabdi mana. Malibu 2 Premier 23,500 ga. Baraka bo'ldi. Malibu bar boshqachalar. Mana ichki tomonini bitta ko'rsataman. Olganga ham, sotganga ham baraka dedik-ku. Barakasini bersin. Baraka bo'ldi. Malibu 2 Premier 23,500 ga. Bosinglar. Kimda Equinox borlar? Oq Equinox manaki. Hozir egalarining telefon nomerlari bor, so'rab olasiz. 2022 ga 23 mana. 70 ming yurgan, navorotlari bor ekan. Telefon raqamini shunday yozib olib, shunday chiqasiz, mana esda qolar ekan. 4-9 ekan, 90lik 603 ekan. Telefon qilasiz. Bugun bitta tanishimni so'rayapti, mana aka. Bosib olsangiz bo'ladi Equinoxlardan. 23,500 ga Malibu 2 baraka bo'ldi. 2019 28 ming yurgan ekan, probeg kam ekanda, o'shaning uchun narxi sal balandroq chiqdi. Tak, biz Inomarka qatordamiz hozir. AMG. Bu sotildimi aka, sotilmadimi? Sotilyaptimi? Ya bular narxlari nech pul degandi bu? 80 ming. Yili necha ekan buni? 2015. 2015 AMG gelik mana 2015 80 ming debdi, bugun sotilmagan ekan, qaytyapti egalariga. 80 ming. Yo'q, ancha tashab qo'ygan narxlar 70 minglarga ham olsa. Chazor mana aka. Mokri asfalt rangdagi Chazor ko'rsatamiz. BYD Chazor. Telefon raqamlari bor ekan. Telefon qilib bemalol
narxini bilib olaverasizlar. Tak. Yana qanaqa mashinalardan ko'raylikchi? Mana Tesla chiqdi, adashmasam. Yo, Toyotami? Tesla Sizda 37 ming yurgan 22-yil Tesla Model Y mi? Model Y. Tesla Model Y. Performance ham bitta oldingi pozitsiyasi. Aha. 2022 37 ming yurgan, ha? Kraskalari qanday? 100% toza. Buni ichini ochiqmi? Kalti endi 90lik 970 1101. Bo'ldi, telefoningizni ko'rsataman. Narxichi qancha deyapsiz? 37 ming. 37 ming Tesla Model Y, короче, mana aka. Tesla Model Y. Ta 2022 mana bunda ana sensorli panellari bor. Sensor dachik kraskasi faqat kraskasini aniq bilmadim. 35 ming deyilyapti. Kraskalari qanday buni? Kraskasi top toza kraskasi mana. 2022 37 ming yurgan ekan, toza dual motor ekan, ikkita motorlik mana aka. Dual motorlik, mana Tesla xohlasalang 35 ming. Telefon raqam bosaverasizlar. Qora rangli. Tak, BYD ikkini oldin ham ko'rsatgandim, turibdi. Yana nima qo'yamiz? YouTube'ga qo'yib beraylikmi? Prямой efirga. Tak, bu S16 mi? S16 ekan. Yili necha? 2025. Yangi chiqqan ekan-ku. Qora ekan. Qoraga anov ekan. Baqlajon sveti 2025 mana yumshoqgina. Mana S16 mana olmoqchi bo'lganlar uchun qanaqaligini ko'rmoqchimizda mana S16 bitta katta monitor bo'ladi. Displey bor mana yerda. Беспроводный заряд, ikkita padstakani, pastda karmachkasi bor. Mana yerda padsanosi bor. Mana yerda bu yerda podlokotnik bor. O'rtada tablolar bor. Ikkinchi qatorini ham ko'rsataman. Mana yerda освещение ham bo'ladi, tagida liniyasi mana S16 lip motor. Bosib o'rasizlarmi? 2000 yurgan. Bu qaysi pozitsiyasi bu? Ikkinchi pozitsiyasi. Ikkinchi pozitsiyasi. Aha. 200 yillik mana aka bardovli salon. Saloni ham chiroyli. Menda monitor bor mana aka. Android monitor. Bemalol bolalar YouTube ko'rib yoki o'ynab ketishi mumkin. Ikkinchi pozitsiya qoraga bardoviy. Hozir buni bilan bitta klientam bor edi, bunga aytgan so'rovdi yaqinda. O'zimni sotaman. Mana aka. 3-qator o'rindiqlari yotgan. Turibdi mana aka. Tak, 2000 qancha yurgan? 2800 yurgan. Tak. Xudo olsa narxini buni qancha beramiz? Qanchaga berib yuborasiz? 30 ming bermadik, 30 ming sal ko'tarsa beradi. 3500. Yo, sal kelishtiring. Bizda ham tanishlarda bordi. Qanchadir deyatdi-da endi. 30 ming yetishtirdim so'ra. Bo'ldi, bo'lmasa 30 mingdan tepasiga 1-2 so'm qo'shib oladi. Ayting, telefon raqamini ayting nechi? 94lik 118 0442. 30 mingning ustiga sal xussa olsak bo'lar ekan. Mana aka. Hozir bitta rasmga tushiraylik buni ham. Короче. Ikkinchi pozitsiya. Mana aka. Telefon raqamini yozib oldik inshaalloh. Kimga kerak bo'lsa mana aka. Ikkinchi pozitsiya 16. Bosib yuboringlar. Juda zo'r narx lekin 30 mingga so'rab 30 ming ustiga bir 100-200 qo'shilsa olsa bo'ladi. 2000 yurgan. Mana bu yerda ancha mashinalar chiqibdi. Tak. Yana qaysidan ko'raylik, chigallar. Kommentariyaga yozib o'ringlar. BMW ekan, hozir oldimizda ko'rsatamiz, gabarit. Assalomu alaykum. Nexia 3 ko'rsating. Bosamiz ha, Nexia BMW 97-yilga ham bor ekan hozir. Y39 degan ekan, 208 ekan motor, adashmasam, 1997-yilga 365 ming yurgan. 7 ming plus minus kam bor ekan mana aka. Kerak bo'lib qolsa, 7 minglarga pul yetmayam. 7 ming 84 million bo'ladi. 97-yilgi BMW mana aka. Qiziq bo'lsa, bemalol telefonlashib so'rab olaverasizlar. Tak. Bu yerda Lexus ham bor ekan, mana Lexus kattasidan. Kerak bo'lsa mana Lexus. Tak, qanaqadir model ekan. 5705 2019 ekan, 112 ming yurgan, 86 ming ekan. 86 ming. Yo, buning ham klientlari bor. Nima deyapsiz? Odamlar hozir ko'p pul topyapti bu yerda Toshkentda. Hozir bosib yuboradi bular. Mabodo hozir kanalimdan ham qiziqqanlar bo'lsa bosib yuborasizlar mana.
Tak, faqat inomarkalarni ichida ona olib qoldim men. Qanaqa Hyundai bor ekan yana. Tak, Sonata ham bor ekan. Boshiga o'taylikchi qanaqa mashin bor ekan hozir. Boshidan ham ko'rsataylik. Bosh qatoriga o'taylik. Aha, mana 2025 1650 ga yurgan ekan. 30 ming kraskalar top toza. Telefon raqam mana aloqa chiqasiz. Xudo xolasa qanchaga berib yuborasiz buni? Savdosi bo'ldimi bugun? So'radimi kecha bugun? Yarim qilibdi, 29,5 ta mana aka. Bordoviy rangda BYD yaxshi mashina. Monitori ancha katta, smart versiyalarida katta bo'ladi. Monitorni qarang. Ancha katta monitori. Mana yerda уже bular yangi chiqqanlarda 50 vatlik anaqa qilgan. Zaryadlagich bor. Mana yerda telefon qo'yasiz. Yo'q, shart emas, tablosini ko'rsatganman. Pastida ham Type C bor. Smartda monitor katta bo'lib chiqqan, qarang. Katta. Panoramli to, shturkalari hamma narsasi bor. Tak. Bo'ldi. 9.6 degan. 29.6. Xudo xolasa. 29.6 ga bitta, 29.5 ga so'rashgan ekan. Bo'ldi, bunga klient topamiz. O'zimiz elektromobil sotamiz. Bizda klientlar bor. Tak, saloni yaxshi, perforatsiyali qarang, abduflari bor. Turadi mana aka. Yumshoqqina, bemalol. Podlokotnik bor, yangi mashina mana. 2025 yana yili. Telefon raqamini qo'ydim. To'g'ri ko'rsatib yuboraman. Xudo xolasa telefon raqamini qo'yaman hozir mana. Yo'q, bo'lmas, men beraman. Ayting telefon raqamini. 93lik 570 1669. Mana aloqaga chiqasizlar, baraka qilib yuborasiz, xudo xolasa. Harlandan ekan Gitar X70 dan ikkita ko'rsa, 3 ta ko'rsatdim, X70 dan bor-ku. 2015 ekan, 107 ming yurgan, 12 ming ekan narxi. Mana aka. Shuna telefon qilib bilib olasizlar, qancha narxni kelishib olaverasizlar mana. Nima deydi? Gitardan 3 ta ko'rsatdim, naq 3 ta, bolalar, 3 ta. Yana nima aniq ko'rsatdim? 3 ta ko'rsatdim. Mana aka Toyota Camry'ning yangilangan versiyasi. Toyotaga qiziqadiganlar bormi? Mana yangilangan versiyasi. Toyota Corolla ekan, uzr. Corolla 1.2 ekan, 23 toza, mana 33.500 yurgan telefon raqam. 2023 chiqqan bu. 23. Prosto ichklari prostoydan, lekin hamma joyi chotkilik bor. Va alaykum assalom. Jarchimaysizmi? 2024 42 ming yurganmi? 42 ming yurgan. Kraskalari qanday buni? Kraskalari top toza, mana aka. BYD Champion 605 talik kraskalari toza. Tak, narxini bir necha pul deyapsiz buni? 25500 Qanchaga so'rashdi? So'raganlarim bo'ldi. Bu narx 25500 kelishtirib beriladi mana aka. YouTube kanaliga qo'yib yuboramiz. Qiziqsalaring BYD Championga kelishtirib olaverasiz. 25,5 so'ralyapti. 2024. Mana aka 42 ming yurgan ekan. Aha. Tozalab olasiz. Tak, telefon raqamini bitta aytib yuborsangiz. 99lik 827 60 33. Mana aloqaga chiqaverasiz, bemalol kerak bo'lsa bosib yuborasiz. Bu sizdan emasmi bu? 2025 Smart bu. 9900 yurgan. Narxi necha bo'lar ekan buniki? 9929 ekan narxi mana aka. Qiziqsalang bemalol aloqa chiqib olaverasizlar. Smart. Buni narxi necha pul ekan buniki? Egasi yo'qmi ekan buni? 24 ga 25. Restyling 16 ming yurgan telefon raqam. Bunga ham qiziq so'raverasiz. Qo'ydimi? Ha, kecha qo'ydim-a? YouTube'ga anaqa qiling, YouTube bor. Abror 75. Hozir prямой efir bo'lyapti, как раз. Bo'ldi. Mana, qarang, 2024 ga 24 8400 yurgan-a? 8400 4-pozitsiya. Tak, 4-pozitsiyali. Bu anoda tokda necha kilometr? 120 kilometrligimi? Flagship. Kraskalar tozami? Mashina uchun oldin chiqqan ekan. Top toza ko'rinib turibdi, yangi mashina. Monitorlari ham yaxshi.
Bu ko'p haydamabsiz-ku, darrov sotaman deyapsiz 3 oy oldin. Tak, mana aka. Kraskalar top-toza. Hozir narxini so'rayman. Narxini qancha deyapsiz buni? Dolis. Qancha? Tak, 23.800. Salonda qanchaga chiqqan bu? 26.200. Shuncha qimmat bo'ldimi? 20. Ofitsialniyda oldingizmi? Официальный. Ofitsialniyda olinganda. Tak, ofitsialniyda olingan. Mana telefon raqam. Telefon qilib bemalol kelishtirib olaverasiz. Mana telefon raqam. Aloqaga chiqib. Garantiyalari bor. Aha, garantiyalar bilan bor. Chunki ofitsialniyda olingan, kelishtirib mana olaverasizlar. Bo'ldi. Aloqa chiqib olgan ekan. Bitta qorani ham ko'rsatib yuboraylik. Chazor 2024 4-chi pozitsiya bo'lgan ekan. 10 ming yurgan ekan. Kraskalar top-toza. Mana telefon raqam, shuni telefon qilib baraka qilib olaverasizlar. 4. Ha, shunday. Buni narxi necha pul aytgan ekan? 23 ming ekan narx bo'ladi. Tak, bosasizlar. Tak, qani Malibu 1 ni 3 ni pozitsiyasi video qiling 1. Malibu 1lar bo'lsa qo'yamiz hozir. Tak. Malibu 1 yo'q ekan, ikkilar bor ekan. Malibu 2 oqidan bor ekan, qo'lim olib qoldim. Oqidan tak, kerak bo'lsa срочныйga sotilyapti. 2020 ekan, Premier ekan, родной краska 100%, propan gazi bor ekan. Telefon raqami bor ekan. Telefon qilib bemalol kelishtirib olaverasiz mana ekan. Jemchuk rangmi deyman, mana telefon raqam kelishtirib olaverasiz. Tak. Mana aka. Bu kishi men ichkarida emasmi, ichkarida ko'rgandek bo'ldim. Kelishtirib olaverasiz buni. Tak, Malibu mana aka 2 yana 2020 aka, 21 aka, 73 ming yurgan, telefon raqami bor. Aloqaga chiqib bemalol olaverasiz. Tak, bu sal bardoviy rangmi deyman, qora. Bardoviyroqqa o'xshab turibdi rangida. Mana Malibu to'lib ketgan mana edi. Malibu 2 yana bu necha ekan? 2020 ekan. 19 ga 20. Bu 79 ming yur ekan. Mana telefon raqam. Shuni telefon qilib bosaverasizlar. Tak, bitta Equinox ham bor. Equinox. Tak. Dal ko'ramiz. Siznikimi mashina? Siznikimi? Ha. Bu sotilyaptimi? Yaxshimi? Sotilganmi? Qanchaga ketdi? Baraka bo'ldi. 21. 21 ga baraka bo'libdi mana. Equinox 21 ga baraka bo'libdi, 21 mingga. Arzonroq mashina izlayotgan bo'lsalar, mana Honda Cray'da. 2024 32 ming yurgan, gazi bor, propani, mana telefon raqam. Bularga deydi, narx ancha arzon bo'ladi. Narx qo'yilmaganda bular, bu ham oq jemchuk rangda. Honda Cray'da, propani bor ekan, adashmasam. Mana aka oq tomonni ko'rgan. Bu ham yomon mashina emas, haydab yurishga. Bu ham 15 ming, 14 ming shunday narxlar ancha tushib qolgan. Bundan ham bosib o'rsalang bo'ladi. Tracker 1-chi pozitsiyasi mana 1. Biridan 2020 ekan, yili 109 ming yurgan. 9 ming top-toza kraskasi 12500 so'ralyapti. Aloqaga chiqib olaverasiz. BYD Songplus'da BYD chempionning 2024 ekan, yili 31 ming yurgan. Telefon raqami bor, mana telefon qilib so'rab olasiz. 31 ming 2024. Bular ham 24-25 atrofida bo'ladi narxlari. Tak, mana Mali 2 oqdan, oq ranglik Premier 1.5 litrli ekan. 2020 top-toza 52 ming yurgan, mana telefon raqam. Aloqa chiqib olaverasiz buni ham. Tak. Bu Jetur Dashing ekan. Jetur Dashing sizdanmi, o'g'il? Sizdanmi? Dashing 21 ming yurgan. Narxi necha pul bo'lyapti buni? Qancha deyapsiz? Narxi ham 21 ming. Probegi ham narxi ham bir xil bo'lyapti va kraskasi qanday buni? Top-toza ekan. Mana ichki tomonni bitta ko'rsang. Jetur Dashing 21 ming. Chunki men bilan 24 mi yili
qarang, 1 yilda 8 ming tashlab ketyapti. O'zi 29 mingga olingan mashinada bular. 29 ming mashina 1 yilda qarang 8 ming tashlab ketyapti. Bosib olsangiz bo'ladi. Tojlari zo'r, lekin yurishlari bunda ham polosa udержание hamma narsasi bor. Panoramniy tom, mana ular elektronniy, yana bilmadim edi, lekin shu funksiyalar ancha ko'p emas, besprovodni shunday qo'yish 21 ming. Boya mali buni ham 23 ming oldi. Buni 20 minglarga olsalang arziydi. Kraskasi top toza. Probegi qancha bo'lgani? 24, 21 ming ekan probegi. Mana shu shokdan bunda shuncha ham arzon qiladi. Jitur dashinglari. Shunchalik darajada arzon bo'ladi. Manillarda kolonkalar bor. Telefon raqamini ko'rsataman. Baraka xohlasalang baraka qo'yasiz. Mali buni joyiga bo'ladimi? Mana telefon raqam. Telefon qilib baraka qo'y. Ariza 6lar hozircha ko'rmam. Ichkarida edi Ariza 6lar deganlar. Bo'lsa ko'rsataman hozir. Mana Malibuning biridan. Sizdan emasmi bir? Bu. Managa bir 2013 15 chiqqanmi salonda 15 deb yozilgan. Tak full pozitsiyasi ekan 106 ming yurgan top toza ekan. Mana telefon raqami. Mana telefon qilib bilinglar, chunki bular yo'q. Mejikarlari ham bor. Hamma salafanda rangi qora ekan. Malibu bir mana kechiganlar. Bosinglar. Atmosferani o'zi boshqacha. Dahshat bo'lib turibdi. Primo efir bo'lyapti. Yili nechi buni? 3-chisimi? Captiva 3mi? Probegi 234 ming yurgan ekan. Kraskalari qanday buni? Mana aka, polni shumka bo'lgan. 4 ta baloni. Tak, 4 ta baloni yangi qo'yilgan. Ichki tomoni kojalari ham normal holatda turibdi mana ichki tomoni. Tak, gazlari bilan tayyor mashina. Kraskalari ham top toza deydi. Haqiqatdan hamma joyi shumka bo'lgan. Koptoq bo'yapti-yu, koptoq. Tak, narxini buni qancha qilib berasiz olsa? Kelishtirib. 11,5 qilib beramiz. 11,5 ga. 200 ga ham bermadik. Savdosi bo'ldimi? Bugun bo'ldimi? Bo'ldi, bugun bo'ldi. 11,200 qilishdi. Agar to'xtagani bo'lsa 11,5 ga beramiz. Bo'ldi, qarang. 11,5 sa berib yuboraman deb telefon raqamingizni ayting-chi. 93lik, mana shu yerda bo'lsa kerak. Mashina bor. 94lik ekan. 94lik. 885 00 53 ekan. Mana aloqa chiqma 11,5 ga baraka ko'rsalang bo'ladi. Yana ham kesalang. Kelishmi? O'zingiz aytganmisiz? Yo'q, biz sotib olganmiz. Odamdan olganmiz. Bir qo'l haydalgan ekan. Tegishli bo'lgan mana elektrokar, bu ham 3 necha sekunddadir chiqadi bu. 3 necha sekundda indeksda ham ko'rganda bo'ldim. 2024 ekan, 21 ming yurgan. Mana telefon raqamlari bor. Ana aloqaga chiqib bemalol so'rab olaverasiz. Tak, mana aka telefon raqamlari. Sizdanmi bu? Bir. Qanchaga ketdi bu? 12700 ga Tracker 1 baraka bo'ldi. 12700 bo'lsa qancha bo'lyapti? 160 millionga Tracker 1 mana aka. Baraka bo'ldi. Mana aka Monza deyveramiz, mana Monza. Monza. Atmosferli mana aka diskalari, atmosferli diskalarda Monza. 2023 25 ming yurgan benzinda ekanda mashina. Faqat telefon raqamlarini qo'yibdi. Endi telefon qilib olasizlar ko'pchilikda, endi mana bilmayman egalar qayerda. Telefon raqamini qo'ygan mana aka. Telefon qilib so'rab olaverasizlar mana. Monza 15 atmosferli Monza. Tak, yana qanaqa mashinalar bor qoldi bu yerda? Bu mashinalarni bari olmaysizlar. Ko'rsatgan bilan mana aka Kia ko'rsatamiz. Kia K5. Kia K5 i BYD Seal bor ekan. Kia K5 menimcha sotilgan. BYD Seal ham telefon raqami yo'q. Yokida o'zlari olib qo'yibdi bir kishinikida mana. Tracker 2 dan bosamiz, ko'rsatamiz mana. Tracker 2 yili 2000 Svaya degan o'zining mashinasi ekan, anoniki emas. Nima edi? Olib sotmayapti. O'ziniki 23 ekan, 81 ming yurgan. 17 ming qo'yibdi. Premier ekanda. Panoram tom ekan, mana aka. Cobalt Gentralakni hozir ko'rsatamiz qaytib. 5 ключевой достуp bor. Premier mana aka. Tracker. Mana Premier yozuvdagi bosib orasida telefon raqamini ko'rsatdimmi? Hozir bitta ko'rsataman yana bosib orasida jigarlar. Mana aka 17 mingga so'rayapti mana aka. Bosinglar. Juda ham
Yo 17 savdolashib olsalar bo'ladi. Bitta Captiva bor ekan mana qiziqimchida. Captiva bor endi ходовойga ko'rsatib yuboraman agar budir olaman desa. Captiva sizlardanmi yo'qmi bolalar? Captiva. Yili necha ekan buni? 2017 probeglar qancha bo'lgan? Bu 137 kraskasichi? Kraskasi bor. Bor bitta joyda. Captiva 17 narxini qancha qo'ygan? 17,5 ming bo'ldi. Shuncha naryoqda 17 deyapti bozorda, ichkarida. Ha, u ham 2 ida 3-pozitsiya 2017 17 qilib beraman deb, mayli. Telefon raqamini aytib bering, qiziqqanlar telefon qiladi. 90lik 7 ta 5 ekan. Aloqa chiqib bosib olasiz, jigarlar.